ismim Ulug'bek, familiyam Rahmatullayev. Pashta 1 yil bo'lyapti. O'qiyotganimga mana shu yerda. Shu payt ichida qanaqa modullarni o'rgandingiz? Nima siz uchun muhim bo'ldi? Qaysi proyekt sizga yoqdi ko'proq? Menga ko'proq Figma va Photoshop yoqdi. Photoshopda ko'p narsa yoqdi menga. Yana hozir endi biz After Effects o'tyapmiz. Endi uni boshlaymiz. Endi tugatganimdan keyin men After Effects'ni ko'ramiz qanaqa yo'lda ketishimni. Shu kungacha yana nimalarni o'rgandingiz? Yana Canva'ni o'rgandik. Illustrator. Shularning orasida sizga eng yoqadigani qaysi biri bo'ldi? Eng yoqqani Illustrator bo'ldi. Illustrator qiziqroq tuyuldi menga, o'ta funksiyali ko'proq bo'lgani uchun. Photoshop ham yaxshi edi, lekin sal boshqacharoq edi unda upravlение. Unda instrumentlar oddiy, qiziq. Ha, shunaqa edi. Qaysi proyektingiz bilan siz o'rtalaringiz orasida maqtangan bo'lasiz? Oshpazni anaqasini qilishimiz kerak edi, figuralda. O'sha suratda men juda yaxshi o'xshatdim-da. Hozirgi paytda siz o'zingizni tengdoshlaringiz orasida nimalardan yaxshiroq deb bilasiz o'zingizni? Kompyuter bilish anaqam bilan ko'proq ulardan yaxshiroqman deb o'ylayman. Keyinchalik ham shu yerda o'qishni davom ettiradigan bo'lsangiz, kelajakda kim bo'la olaman deb o'ylaysiz? Adam sohalarida ketmoqchiman. Adam arxitektorlarda. Shuning uchun boshida mana shu dizaynerning, chizishlar, san'at o'rganmoqchi bo'lganman. Undan keyin programmirованiyani o'rganmoqchiman, lekin bu aniq masala. Hali o'ylab ko'raman yaxshilab. Bizning o'qituvchilarimiz haqida nima ayta olasiz? Sal uyalganman endi. Boshida hamma uyaladi. Keyin o'rganib qoldim, uje yaxshi o'rgatadilar. Tushunmagan narsamni tushuntirib beradi. Mandirlar chiza olmadim, mushkani o'shani ko'rsatib berardilar-da.